Oldimi? Assalomu alaykum sementalchi bola kanali obunachilari. Mana xudo xohlasa biz o'z faoliyatimizni boshladik. Bizning manzil Farg'ona viloyati Beshariq tumani Xapalak degan joyda biz o'zimiz dehqonchilik, aka-ukalar mana firmamiz chetda yana bitta joyda bor. O'zimiz mollarni yetishtiramiz, yoshligidan katta qilib, yoshligida olamizda o'zimiz mana bo'g'oz qilib qochirib, mana bu yerda g'ovlarimiz bor. G'ovlarimizni ko'rsatib qo'ying. G'ovlarimizni ashta katta novvoslar bilan qochirib, shu yerda o'zimiz mana yetiltiramiz. Xudo xolasa mana video davomida ko'raverasizlar. Hop mollar ko'rsatamiz. Sizlardan bitta faqat podpishkalaring, like bosib, podpiska bosib, kam ketdiklar bo'lsa kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiringlar. Biz xudo xolasa sizlarga qarab ish tutamiz. Sizlar nima desalar shu. Faqat biz yangi boshladik endi o'z ishimizni. Podpiska bosib qo'yinglar faqat. Iltimos like bosinglar. Obunachilarimiz ko'paygan sari molda narxini arzon qilaveramiz. Bizni xudo xolasa o'zimizning qo'limizda mol narxini iloji boricha qo'ldan kelgancha arzon qilib beramiz. Xudo xolasa kuzatinglar, molni olib chiqaman. Akalar mana qaranglar, mana xudo xolasa bu bizni firmamizning gul mollaridan o'zimiz yetishtirganmiz yoshligidan, o'zimiz qochirganmiz. Katta semental molga qo'yilgan akalar. 800 kiloli molga xudo xolasa. Bo'g'ozliga juda yaqin. 8 oylik o'tgan, orqalarini ko'rsatib qo'y ekan. Yurishlarini ko'rib olsin obunachilar. Orqa yelinlarini yaxshilab ko'rsating aka. Yelin buzi bo'lgan xudo xolasa mana. Yuvosh mol aka mana. Soqsangiz ham kelinlar ham sog'oradi, yosh bolalar ham sog'oradi mana. Yuvosh mol aka. Birinchi qoringa bo'g'oz. Bitta orqa tusaklarini ko'rsatib qo'ying aka. Ana, ha, yurishlarini ana. Qo'l pauzani bostiraverasiz. Hurmatli obunachilarimiz, mana hali sizda bog'ingizda gul bor ekan, bizda bulbul bor dedi-ku, xuddi o'shanday firmamizning bir gullaridan bu, erkatoylaridan. Juda yuvosh, juda erkatoy sementalimiz, toza semental. Cho. Birinchi qoringa aka. O'zimiz qochirganmiz, sementalga qochgan aka xudo xolasa. Mana yelinlari ham, tutaklari ham mana aka. Yelin buzi bo'lgan, xudo xolasa kunliga qolgan, kunliga aka. So'skalarni ko'rib olinglar, oq so'ska. Kindiklari ham qorni pastdagi mol suti zo'r beradi deydi mana. Xudo xolasa sutdor mol, xo'jalikka, fermaga bemalol yaraveradi. Yuvoshliklari har taraflama zo'r mol. Yebishlari aka sog'lom. Nima bersangiz yo'radi xudo xolasa. Bo'ybaslari hamma tomoni kelgan, kelishgan mollar. Mana hozir bir bog'lab ko'rsataman. Buni puli kelishib qolsa tug'dirib berisham bormi? Tug'dirib bersam bor aka. Endi bizda aka jinday pardozi yo'q faqat. Bizda jinday vaqt yo'qlik qilyapti aka. Mollari mana keyin ko'ring aka, orqasida oling bularni. Mana aka, uji qizarib mana yelinlar sog'ish boshladi. Xudo xolasa kunliga qoldi aka buni. Mana buniki ham aka. Yuvosh mollar mana aka, hamda o'tirib sog'oradi, bemalol, hech qayoqqa ketmaydi. Tepinish undaqa narsalar buni hayotida yo'q. Cho. Aka bularni o'zimiz yoshligida olib, katta qilganmiz. Bu aka Toshkentdan kelgan bu. Toshkentlik akam bor, O'nqo'rg'onlik. Tanisa molni ko'rsa taniydi. Xudo xolasa Sho'ra bozordan olganmiz. Akamni o'zi gilamdusda katta qilgan moldi. O'ziga gard yuqtirmaydigan mol. Juda erkatoy mol deyman, xuddi o'sha mollardan shu. Mana bir mollarni ko'ring. Narxini aka biz yangi kanal ochdik, xudo xolasa podpishchilarga arzon qilib beramiz. Ko'chada nech pul ko'rgan bo'lsangiz, undan xudo xolasa arzon bo'ladi. Qimmat bo'lmaydi hech qachon. Ko'chaning narxi ham bo'lmaydi, undan arzon bo'ladi. Bemalol molni ko'rib olishlari mumkin. Ikkalasi ham sementaldan qochganmi? Ikkalasi sementaldan qochgan aka. Urug'mas, ha? Urug'mas. Hech g'ovda yurib qochgan. Kimroqda favza qolasiz. Bular yoshlari qanaqa yoshlari? Yoshlar aka, men chini ko'rmaganman-da bularni. Bu lekin jinday kattalik kechroq qochgan. 4 ta tish aka. 4 ta tishi bor ekan. Buni ko'ramiz endi. Voyaga yetib Voyaga qochilganda aka. Kichkinaligida qochirib mijirib qo'ymak moldi deganmiz. Mana yuvosh mollar. Mana bu 4-sini yordi, ha.
4-sini yordi bu ham. Yeb ishlari zo'r aka. Hamma yo'g'i sog'lom, 4 oyog'i sog'lom. Kasalliklarga emlatilgan hammasi to'liq. Bizda har bahorda, kuzda emlatiladi. 4 ta narsaga emlatiladi. Dermatit, yashur, teri kasalligi, o'sha hammasiga emlatiladi. Xudo xolasa emlatilgan. Unisiga ko'ngil xotirjamlik qilaveringlar. Qiynalmay tug'adi. Usti xudo xolasa mana yelilar, so'skalarni ham ko'ring, katta-katta aka mana. Apparatga ulasangiz ham, mana, apparatga ulasangiz ham cho'radi. Qo'lda sog'sangiz ancha g'ijimlab sog'adigan so'skalardan. Ko'ringlar yana bir 4 ta tuyog'ini, sog'lomligini bitta ko'ringlar. Narx-navolarni aytaman. Mana yeb ishlari 4 ta tuyog'i, 4 ta so'ska yelinlariga o'zim garantiya beraman. Aka buni narxini ko'chada solishtirib ham ko'ravering. 55 ham deyuradi, 60 ham deyapti odamlar sementalda. Har xil 58 ham deydi. Men obunachilarimga kanalim rivojlanishi uchun like, podpiska bossa 53 million qilib beraman aka. 53 million qilib beraman. Xayron o't beramiz. Vodiy bo'ylab dastlabkasi ham bor aka. Vodiy bo'ylab dastlabkasi ham bor. Sementalda semental bitta ro'zg'orga. Bitta ro'zg'orni qoplaydigan semental shudirda. Cho. Aka bunisi. Hozir mana bunisini yechamiz. Xo'sh. Arqonni tuymabmiz biz. Aka bizda dehqonchasiga yangi nuqtalar, qizil nuqtalar taqilmagan. Tuyulib qolibdimi bu? Bo'ldi yechildi. Mana aka buni ham ko'ring, bo'y baslari balangina. Yelkalarni ko'rsating aka, yelkalarni. Elni yelkalar. Orqalari ham zo'r. 4 ta tuyog'i, 4 ta so'ska sog'lom aka. Aka buni ham aytsam aytaveraman 60 million ham deb. Aytaveraman, hech kim urushmaydi, otamning moli. Faqat aka buni obunachilarimizga 58 ham demaymiz. 57 deymiz aka, vodiy bo'ylab dastlabkasi bor, xayrini qilib beramiz. Like, podpiska bossa bo'ldi, xayrini qilib beramiz aka. Erka to'ymoylar mollardan aka, ana ko'ring. Hat sog'lom bo'lgur. Xudo xolasa zo'r bolani tug'ib beradi, sutni zo'r beradi xudo xolasa. Molmisa ham bol mana, hamma yo'qni ko'rishingiz mumkin aka. Mana sog'lom mol. Bo'lsa shunday bo'lsin. Mana bunisi, ana bo'yim bilan solishtirib ham ko'rsangiz bo'lar aka, men bo'yim 1.72. Yelkalari ham aka sog'lom, yuvvoshgina mana. Kim sog'sa sog'averadi, shunday qilib o'tirib, bemalol. Mana aka, yuvvosh. Yelindi kindik bilan boshladi xudo xolasa. Yana buni bir 10 kunga bormay, hali juda yelin soladi xudo xolasa. Ko'raverasizlar aka, nomerlarni yozib qo'yamiz. Nomerim 99lik 894 1122. Sementalchi bola desidan chiqib keladi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Hapalak degan qishloqda. Shu Beshariqga kiraverishdi, Beshariqga kirib telefon qilsalaring bo'ldi, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar.